Do'stlar, sizlarni shularga o'xshagan qandaydir mavjudotlar yoki insu jinslar kuzatib yurganini bilarmidingiz? Biz avvalgi sonlarimizda skinwalkerlar haqida sizlarga ma'lumot bergan edik. Skinwalkerlar nima? Skinwalkerlar eng vahshiy, ya'ni har xil ko'rinishga kira oladigan, har xil shaklga, odam ko'rinishigacha kira oladigan eng vahshiy va o'ta ziyoni katta jinlardir. Skinwalkerlarning belgilarini asosan itlarda, mushuklarda, ya'ni yovvoyi hayvonlarda ham ko'rishingiz mumkin. Ular asosan tunda bitta o'zingiz yurgan payt sizni ko'zingizga ko'rinishi mumkin. Ya'ni qabristonlarning oldida yoki har xil tashlandiq axlatxonalarning yonida yoki bitta o'zingiz odam yashamaydigan, ya'ni uy vobshe yo'q joylarda shunaqa hodisalarni, shunaqa mavjudotlarni ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, sizlar ham uyingizda it yoki mushuk boqsangiz, albatta ularni xatti-harakatidan ehtiyot bo'ling va ularni tekshirib turishni hech qachon unutmang.